Jahon aka uylanyapman, singlimni uzatyapman. Senga mebel qilishim kerak, tushunasizmi? Seni bekorga IMAXga olib kelmadimmi? Ya, ayman, bilmam, bo'lmaydi bilaman. Turецкий, germanskiy olishim kerak, tushunasizmi? Bo'lmaydi? Turецкий, germanskiy va IMAX xomashyo chetga. Ana stanoklari chetga. Faqat qo'l bilan havo O'zbekistondagi bo'ldi. O'sha chet ellaringdan borib 3 barobar arzon kerak bo'lsa. Hammasi mexanizm, hammasi chetga. Ichkariga kiramizmi? Vaqtingmi? Bo'ldi. Kamerani o'chirib tur. Mana buni ko'rasanmi? Yotib ko'r. Sezyapsanmi o'zing? Sezyapsanmi? Kattani sezyapsanmi? Mana buni yuzni ko'ryapsanmi? Ranglarni ko'rasanmi? Ko'ryapsanmi hammasini? Endi qarab. Mana buni qarab. Xitoyliklar ko'rib hayron qoldi. Aka qanaqa qildingiz? Mana qarang IMAX. Bundoq. Ko'rasan aylanishini ham yo'q o'yna. Mana bu sef, tushunasizmi? Ha, sef ham bormi? Uylangandan keyin xotiningga bekitib. Qanaqa 10 dollarlarni so'rab qo'ysan. To'xtab tur mana. Ko'ryapsanmi? Mana ideyani qarang. Aylanishlarini qarang. Mana bularni ko'ryapsanmi? Mana bularni ko'ryapsanmi? Mana bularni ochganda ko'ryapsanmi? Mana bularni ko'ryapsanmi? Qarang. Mana buni qarang. Mana bu to'y. Mana qara. Bitta ochasan, kulishadi. Lazetka, pazetka hamma narsalargacha. Puxta o'ylangandan yur endi. Ey bola, mexanizm germanskiy. Mana buni ichini och. Ko'rasan, qaysi chetdan olib kelib. Mana buni qaragin. Ey, mana ichlariga terzing. Mana rasmiy videolarni qaragin. Mana bularni qaragin. Mana buni. Ko'rasan, sigetlarni qaragin. Bunisan ko'rasizmi? IMAXdagi mebellar bor, chetga eksport qilib olgan mebellar. Tushunasizmi? Sana xuddi chet eldan olgandek. Qanaqa o'zi IMAX, okey? Zo'rmi rostdan? Zo'rmi? Bu yoqqa, ket. O'qima buni. IMAX mebel nima? Sifat baraka kaliti. Tushundingmi gap bu? Tur bo'ldi, tur. Uxlatib qo'ydi-yu bu. Shunaqa deb. Zo'raga qattiq olsa bo'ladi. Bo'ldi, men mana hamma kontaktlarni qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa, IMAXda mana bemalol olaverasizlar.